Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan ingliz tilidagi eng muhim bo'lgan grammatik mavzulardan biri to be fe'lini o'rganamiz. O'zbek tiliga bo'lmoq, hisoblanmoq hamda ekan deb tarjima qilinadi. Unda boshladik. To be fe'li shakllari. Pronoun bu bizda olmoshlar bilasiz. Bizda I, you, we, they, he, she, it kabi olmoshlar bor va ular uchun biz aynan to be fe'llaridan foydalanamiz. I uchun biz har doim am to be fe'lidan foydalanamiz. You, we, they uchun esa are to be fe'lidan foydalanamiz. He, she, it uchun esa biz is to be fe'lidan foydalanamiz. Ya'ni I am, you, we, they are, he, she, it is. Masalan, I am a teacher. Men o'qituvchiman. You are my friend. Sen mening do'stimsan. He is tall. U baland bo'yli. She is beautiful. U chiroyli. They are students. Ular talaba. Ko'rib turganingizdek, I bilan biz har doim am to be fe'lini ishlatamiz. You bilan esa are. He, she bilan esa is ishlatdik. They bilan esa are to be fe'lini ishlatdik. Ana endi qisqartmalarga keladigan bo'lsak, aynan am, is, are ni biz qisqartirib yozsak ham bo'ladi. Ya'ni har bir bitta harfini o'rniga biz tepada undoq belgisi, ya'ni apostrof belgisidan foydalanamiz va ushbu shaklda yozamiz. Masalan, she is, she's, you are, your, they are, their. Ana endi inkor gaplarga o'tamiz. Inkor gaplar doimgidek not qo'shimchasini qo'shish orqali yasaladi. Ya'ni har bir to be fe'liga am, is, are ga not qo'shimchasini qo'shamiz. Ya'ni bu bizda inkor gapni hosil qilib beradi. Misol uchun, am not, is not ni isn't deb yozsak bo'ladi. Are not ni aren't deb yozib aytsak bo'ladi. I am not tired. Men charchamaganman. He is not busy. U band emas. They are not at home. Ular uyda emas. Ya'ni I am not ni biz mana shu shaklda qisqartirib yozsak bo'ladi. He is not ni ham he isn't busy deb qisqartirib yozsak bo'ladi. Ana endi so'roq gaplar. So'roq gaplarni qanday yasaymiz? To be plus subject formulasiga qarab yasaymiz. To be bizda am, is, are, subject esa bu he, she, it, I, we, you, they. Ya'ni savol berganimizda har doim to be fe'li birinchi o'ringa chiqadi. Are you a student? Is she happy? Am I late? Ya'ni am, is, are subjectdan oldinga chiqadi. Savollarga yes I am yoki no I am not. Yes she is yoki no she is not. Agar ham bo'lsa yes they are, yo'q bo'lsa no they are not deb javob beramiz. Yoki bo'lmasam yes you are, yo'q bo'lsa no you are not deb javob beramiz. Ko'rib turganingizdek, qaysi to be fe'li bilan savol berilsa, aynan o'sha to be fe'li bilan javob beriladi. Bu tomonda o'sha savollarning javobi, bu tomonda esa savol berilish uslubi am, is, are birinchi o'ringa chiqadi. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, ushbu 5 ta testni bajarib ko'rishingiz kerak. Har bir subjectdan keyin, ya'ni I, you, we, they, he, she, itdan keyin qaysi to be fe'li to'g'ri kelsa, aynan o'shani qo'yib, izohlarda javobingizni yozib qoldiring. Foydalanishingiz mumkin bo'lganlari bu faqatgina am, is, are to be fe'llari. Endi siz to be fe'lining am, is, are shakllarini to'g'ri ishlata olasiz. Keyingi darsda siz bilan Xudo xohlasa there is, there are mavzusini to'liq o'rganamiz. Dars yoqqan bo'lsa videoga like bosishni unutmang. Keyingi darslarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib kuzatib boring.